1001 hadis. 472 hadis. Safiru tasihhu. Safar qilinglar, sog'lom bo'lasizlar. Mana bu hadislari tabobatga ham tegishliki, safar qilingizlar, sog'ayasizlar deyaptilar. Mana tabiblar tabobatda ham aytiladiki, havoni o'zgartirsin. Ba'zi bir bemorlar dori ichsa ham tuzalmaydilar. Tabiblar har qancha muolaja qilsa ham foydasi bo'lmaydi. Lekin shu paytda havoni o'zgartirib, boshqa iqlimga, uzoq joylarga safar qilsa, birdan u sog'ayib ketadi. Shuning uchun aytayaptilarki, safar qiling, yo'lga chiqing, havoni almashtiring, shunda sog'ayib ketasiz deyaptilar. 1001 hadis. 473 hadis. Safiru tasihhu va turzaqu. Safar qilinglar, sog'lom va rizqu nasibali bo'lasizlar. Bu hadis shariflarida safar qilgan odamni vatanida o'tirmasdan boshqa xorijiy mamlakatlarga safar qilgan odamga bo'ladigan foydalar to'g'risida aytayaptilarki, safar qilgan kishi ham sog'ayadi, ham rizqlanadi. Ya'ni rizq ro'zi ziyoda bo'ladi. Safarga borganda Alloh subhanahu va taolo uni rizq ro'zisiga baraka beradi, o'sha yerlardan biror narsalarni olib keladi. Shuning uchun safar qilishlikda ham mana shunday fazlu fazoillar bor ekan. 1001 hadis.